Qara, After Barber Shop haqida fikringiz? Bular zo'r oldilar sochimni, umuman arigani yo'q. Yo'qda sochim o'zimga. Bo'ldi. Qoyil qoldim, zo'r oldilar. Qoyil qoldim, bo'ldi. Rahmat deginda tushib ketur. Mayda bolalarni sartaroshxonaga olib borib, ularni jim olib o'tib, yig'lasa multfilm bor. Asosiysi, master odam mana mana bu yerda bemalol o'tiradigan joy bor. Muslim, After Barber Shop haqida fikring? Eng zo'ri aka, mashina uyingizga keladi-yu, bolalarga o'zingiz qarab o'tirishingiz shart emas. Kelayimga shundoq beraverasiz, o'zlari galma-galdan olib chiqadilar, o'zlari qarab turadilar. Mo'min, After Barber Shop haqida fikring? Zo'r ekan. Yo'qda o'zimga ham o'zlari uyga kelib olib qo'ydilar. Borib o'tirmasdan. Soch Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Nafaqat to'y sochlari, balki ana bolalar sochlari, niboy sochlarni kelib olib qo'yadilar. O'zbekistonda nomer 1 va 1 bitta dona. Hozircha bitta dona barber shopga murojaat qilinglar. After Barber Shop zo'r.